Assalomu alaykum hammaga. Bugun 13-mart, payshanba kuni. Hozir Las Vegas, Nevadadaman. Yuk olgani kelganman. Dokka qo'ydim, hali yuklashni boshlashgan yo'q. Appointment vaqtim soat 12 da. Hozir bu yukim Indianaga ketadi, 1800 mayl. Dastavkasi ertaga qo'yilgan, menimcha ertaga uspet qilmaymiz, chunki yo'limiz uzoq. Ertaga ertalab soat 9 ga qo'yilgan, bilmadim. Qanday bunaqa vaqtga qo'yish mumkin? Buncha uzoq yo'lda. Bu haftani boshidan beri bor yo'g'i ikkita yuk qildim. Bittasi 400 mayl, bittasi 300 mayl, obshi 700 mayl yuk qilganman. Bu 3-chi yukim. Bozor menimcha sal masu anchagina tashagan shekilli. Misol meni Amerikadan kuzatyapti turgan traktor akalar bo'lsa, sizlarda qanday bo'lyapti bozor? Hammada shundaymi, yo menda shundaymi, yo dispetcherlar yuk olish olmayaptimi? Bilmadim. 3 haftadan beri shu ahvol. Shuning uchun boshqa kompaniyaga o'taymi deb o'ylab turibman. Yana bir o'tishdan oldin surishtirib ko'ramiz tanishlarni, qani ularda qanday, agar hammada shunday bo'ladigan bo'lsa, boshqa kompaniyaga o'tishning foydasi ham yo'q. Behuda vaqtim ketadi. Sabr qilib ishlab turamiz. Yukim tayyor bo'libdi. Bu korobkalarda obuf yuklashibdi. Yengil, lekin buni strap bilan qatirish kerak hozir. Hammasiga bittadan 4 qator urib chiqaman, strap 5 qatormi? To'rt qator strap urdim, pastiga ham urib qo'ydim. Unchalik mustahkam urganim yo'q, qatirganim yo'q straplarni, chunki ichi bo'sh korobkalar, obuf pachaq bo'lib ketadi korobkalar, shuning uchun ketib qolmasa kerak, yengil yuku. Driverlar uchun joy, hojatxona, shipper office. So here's 2 sets for you, and I'll go with you and put the... Sildi qo'yadi, shunga yo'lga tushamiz. Yukimiz bor yo'g'i 6000 pound ekan, juda yengil. Bu yaxshi.
Do'stlar, bizda qor bo'ron boshladi. Shamol bilan bo'lyapti. Hozir yukim yengil bo'lgani uchun tez haydolmayapman. Shu 55 darajada kelyapman. Uni ustiga -1 daraja sovuq. Tashqariga kamera qo'ygandim. To'xtashga sharoit bo'lmadi, ham muzlab qopti. Muz. Qaranglar, GoPro'ning ahvolini. Ko'ryapsizlar, muzlab qolgan. Hozir dvorniklardan bir qoqib yuboramiz, keyin yo'lga tushamiz. Muzlab qolibdi o'sha. Hozir yo'lda yurganimizda qor to'planadi dvornikdan. Yo'llar muzlama bo'lib, yo'llarni yopishdi. Yaxshi, hozir bitta traktor bor ekan, parkingi juda katta ekan. Joy bor hali. Hali kechga yaqin umuman joy bo'lmaydi, chunki hozir hammani shu exitga kirgizyapti. Bu traktorda boshqa traktor yo'q ekan. Bu ham yangi traktor, hozir kartada yo'q-da bu traktor. Google kartada ko'rdim, yo'q ekan. Hozir ichkarida iftorga biron nimasi bo'lsa olamiz. Agar yo'l 3-4 soatda ochilsa, dal yuraman. Agar kechasi ochiladigan yo'lni bo'lsa, ertaga ertadan haydayman. Chunki kechasi -5, -6 ko'rsatyapti. Ustiga shamol bo'yapti. Yo'llar aniq dabdala bo'ladi. Traklar uchun zapravka qiladigan joyi 14 ta ekan. Juda ham katta, parking ham bir bo'lsa kerak, bir 400 tami, 500 tami, juda katta. X-slice pizza oldim. X-slice'i nalogi bilan $17 bo'ldi, bilmadim. Amerika bo'yicha eng qimmat pizzami? Bilmadim, nimaga bunaqa narxlari qimmat ekan. Odamlar majbur bo'lib oladi, shuning uchun ham zapravkalarning narxi shunaqa narx qo'yishadi. Hozir trakka boribda salat tayyorlayman. Ungacha iftor vaqti ham bo'ladi. Keyin iftor qilamiz. Qor yana ham tezlashdi. Xayrli kun hammaga do'stlar. Hali ham men o'sha Trakstopdaman. Bugun 15-mart, hali ham yo'l ochilgani yo'q. Juda avariya katta bo'lgan ekan o'sha kuni. Black ice bo'lgan, yo'llar muzlagan, avariya juda dahshatli bo'lgan. Videolarni ham qo'yib boraman. O'shanga 2 kundan beri yo'l yo'q, hali ham ochilgani yo'q. Kutib o'tiribmiz. Trak kattaligini qaranglar. Bemalol bitta oila yashasa bo'ladi-da.
hamma narsasi bor. Buning ichida agar biron vaqt sharoit bo'lsa, shunaqa trakda obzor qilaman. Oshxona, poshxona, dush, tualet, hamma narsasi bor uning ichida. Narxi ham bir bo'lsa kerak, kamida 400 mingmi, 500 mingmi. Hozir trak sotaman. Menga lowest trak sotda dush bepul. Hozir yerda dushim yo'qligi uchun zapravka qildim. 60 gallon dizel oldim. 60 gallon dizel olsa sizga point ham beradi, keyin bitta dush ham beradi. Hozir o'shanda misol $14 ekan dushi. Bepul turganda pul sarflab nima qilamiz dedim. Bepulga dush oldik. Yo'lga kelsak, bizning yukimiz kech qo'yapti-yu. Lekin yo'l yopiqligi sababli endi vaqtida olib bora olmasak ham hech nima qilmaydi. Brokerni ogohlantirib qo'yganmiz. Hozir o'zi Amerika bo'yicha juda qattiq storm kelgan. Misol janubiy shtatlarda, uncha qor yog'maydigan shtatlarda juda qattiq shamol bo'yapti. Misol Texas, Arkanzas taraflarda. Shimoliy taraflarda bo'lsa juda qor, muz, hamma joy dabdala bo'lib yotibdi. Gruppalardan, trakchilarning gruppasi Amerikada o'zbeklar. Shu yerdan qarab turasiz. Qayerda nima bo'lyapti, qayerda probka, qayerda avariya bo'lgan. Shunga qarab harakat qilamiz. Ertalab qaragandim. 17-interstate bilan Qirg'ali ham yopiq deyishgan ekan. Hozir shu bahona trak stopda ichini ham ko'rsatib beraman. Bu yangi trak stop aka, aytganimdek. Yangi ochilgan. Hali kartada ham yo'q. Hozir ichini ko'ramiz. Qani bu yerda dushlari qanday, sharoiti qanday? Bu yerda KFC bor ekan, yana pizza, deli taco bor ekan. Restoranlarda. İşlamayapti bu hozir. Phone number 6792. Is that for you? Thanks so much. Al tayyormas ekan. Turamiz. Amerikanslar chipsni ovqat o'rniga yeyishadi. Shuning uchun ko'proq chipslarni ko'ryapsizlar, juda chips ko'p. Mana har xil pastalari bor, souslari, shunga botirib ovqat o'rnida yeyishadi. Lekin bu narsa bizning oshqozonimizga to'g'ri kelmaydi, bilmadim. Bular yoshlikdan o'rganib kelishadi shu narsaga. Misol hech bironta men tanigan yo bilgan yo o'zim ham chips bilan qornim to'ydira olmayman-da. Qancha yesangiz ham u baribir qorin daldingiz, to'g'ri, lekin to'ymaydi-da, bir oshqozon bo'sh turaveradi. Dushimiz tayyor bo'lguncha bir aylanib chiqilishi nimasi bor ekan? Burada masajli kreslo bor ekan. Bu yerda o'tirib dam olib biron nima yegani. Televizor qo'yilgan ikkita katta, ishlamayapti lekin. Bu yerda laundry bor ekan. Krevishka, laundry ham katta ekan. Yog'i dush bo'lsa kerak. Qator dush. Bizning dush tayyor bo'ldi. 6-dush ekan. Kodi mana qog'ozda bo'ladi. 6724. Oho, bu gostinitsani dushiga o'xshaydi-ku. Mana endi tiye normalniy dush qilishni boshlabdi. Qolgan joylari juda ham xarob edi. Qaranglar. Bu yerda feni ham bor, qog'ozda ham bor, sovun ham bor, polyubgani. Bu yerda hojatxona, bumaga. Hamma sharoit bor. Toza. Bu yerda haligi semiz odamlar bo'ladi-ku, invalidlar o'tirib cho'milgani. Endi yangi bo'lgani uchun juda toza.
Do'stlar, yo'li ochilibdi. Hozir xabar keldi. Asta yurishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Pitay qilamiz. Bizga yangi saykl ham ochilgan 70 soatlik. 2 kun qolib ketganimizga. Asfaltdan par chiqishini ko'ryapsizlarmi? Hozir kirib ketyapti turganimda trak stop to'llaydi. Hozir qaranglar, hamma hozir chiqib ketibdi. Hamma hozir bu momentni kutib o'tirganda zerikib. Antifriz yana normadan tushib ketibdi. Hozir qo'yamiz. Minimumga yaqin qolgan. Trakni o'chirib ketgandim dushga kirishdan oldin. O'shanga antifriz ham ancha sovib qolgan. Antifrizni yerga oqmaganining sababi mana yerga to'kilmasdan mana plastmassa ustiga to'planyapti turgan ekan. Bilmayman bu qayerdan oqyapti. Shu hafta nasib bo'lsa ustaga ko'rsatamiz. Going to 5500 Foundation Boulevard, Evansville, Indiana. Please drive to highlighted route. mayl qolgan. Mashinasini qaranglar. Krutoy ekan. Sedan pikaplardan. Do'stlar, hozir Texasga ham kirib keldim. Amarillo shahridaman. Deliverygacha 939 mayl qoldi. To'g'risi juda uyqu qattiq keldi. O'sha kechqurungi rejimga o'rganib qolibman, har kun kechqurun uxlab. Shunga yukim bemalol bo'lgani uchun dushanba kunigacha uspet qilaman olib borishga. Hozir ikkita truck stopga kirdim, joy yo'q. Kechasi joy bo'lmagani uchun hozir yo'lni bo'yida maydaroq restaurant deydi. Shunaqa borib, bu yerda parking ham yo'q. Shu yo'lni bo'yiga qo'yib uxlaymiz. Bu tomon dala. Mencha bironta ferma bor yaqin orada, chunki hidi kelib yotibdi mollarni. Ertalab barvaqtroq turib haydaymiz. Hammaga xayrli kech. Xayrli tong hammaga. Hozir bizda soat 8:30. Ertalab barvaqt turaman deb uxlab qoldim. To'g'risi barvaqt turdim, 6:30da turdim, yana 5 minut yotaman deb, yana 2 soat uxlab qoldim. Soat 8:30 bo'lib ketdi. Hozir trakda tekshiramiz, yo'lga chiqib haydashni boshlaymiz. Hamma joy yaxshi. Trakda oynalarni bir tozalab boramiz yurishdan oldin. Hozir oftob to'g'rimizdan urib turgani uchun xalaqit beradi haydashda. Do'stlar, hozir Walmartga to'xtadim. Kommentarda so'ragan ekansizlar, Walmartga kirib $100 ga bozorlik qiling deb. O'shanga hozir yo'limdan Walmart chiqqanda sirasi to'xtadim-ku. Yo'lni bo'yiga qo'ydim trakni. Parkingga olib kirib o'tirmadim.
Bu yerda parkingda traklar ham turibdi. Hozir Texasda yaxshiki shunisi Walmartlari katta bo'ladi. Masalan, parkingi katta, yo'lni bo'yida bemalol qo'ysa bo'ladi. Ba'zi shtatlarda juda ham muammo bo'ladi parking topish. Hamma o'zi kirish joyiga manaqada nima qo'yib qo'ygan bo'ladi, limit qo'yib qo'ygan bo'ladi balandlik bo'yicha. Uni o'ta olmaysiz. Havo juda go'zal, qushlar sayrayapti. Na issiq, na sovuq. Erta bahorda havosi bo'ladi, shunaqa. O'zi erta bahori. Mana bu yerda gullar sotilyapti, sotuvga chiqibdi. Hey, good morning. Odamlar ham qarab hayron, bu chala bloger nima qilyapti deb. Chiroyli kadr olishga harakat qilyapti. Birinchi kirish qismidan emas, oxirdan boshlaymiz, chunki o'sha oxirda suvdan boshlaymiz, suv olishdan. Asta-asta parkka qarab yuraveramiz. Kerakli narsalarni olib chiqib ketamiz. Limitimiz $100, undan ko'p olmaymiz. $100 deb so'rashgan ekan. O'zimga ham qiziq $100 ga qancha narsa olishim. Hozir bitta narxini ham yozib yuboraman. Birinchi bir blok suv olamiz. Bu 35 talik suv. Narxi 588. $686. Sut olamiz. 197 ekan narxi. Qancha litrga? 189 ekan litrga hisoblasak. Shirinlik uncha ko'p yemaymiz, lekin ba'zida toza shokoladdan bitta olamiz. Bu kechqurun uyqu qochirishga yaxshi. Bunun narxi $4.44 ekan. Walmart to'la narsa, lekin tayinli narsa topish qiyin bo'ladi, bilmadim. Men o'zi hammasidan ko'p narsani olib yeb ko'rganimga, o'zi uncha qiziq emas. Ko'proq tabiiy narsa yeyishga harakat qilaman. Meva, shu sabzavotlar salat qilib. Oldin har xil shirinliklardan bosib olardim. Yarmini yardim, yarmini tashladim, chunki ko'pini yeb bo'lmaydi, chunki slishkim shakari ko'p. Tishingizni zing'illataveradi. Qo'zi qorinni konservalangani salatga yaxshi ketadi. 250 bundan bitta olamiz. Salatga ikkita garoh olamiz, ziloni garoh 1.68 ekan. Ikkita olamiz. Jihori makkadan ham ikkita olamiz. Bu ham 1.48 ekan. Bu ham salatga. Bu Walmartda halol go'sht yo'q ekan. Ba'zilarda bo'ladi. Marinovka qilingan oddiy halol go'shtlar bo'ladi, bularda yo'q ekan, olmaymiz go'sht. Muzlik marojna olamiz. Narxi 3.98 ekan. Amerikada ko'proq tayyor ovqatlarni olib, shuni mikrofonga ko'p qo'yib pishirib yeyishadi. Masalan, pizza bor, hammasi tayyor, shu isitib yeyishadi desa ham bo'ladi. Shuning uchun ham mencha semiz odamlar ko'p, ortiqcha vaznli odamlar ko'p. Endi bular hammasi zararli emish. Biz shunaqa narsalardan tiyilamiz. Bodring olamiz. 3.46 ekan narxi. Buni ham tekshirib olish kerak, chunki ichida suv bo'ladi, ko'pi irib qolgan bo'ladi. Shu bitta normalnisi chiqdi. Mana bu yerda yana boshqachasi ham bor ekan. Bodringda. Bunisi 3.48 ekan. Bundan ham bitta olamiz. Gashni oldim, ko'p so'lib yotgan ekan. 2 dona serisidan topdim. 67 sentdan ekan. 2 bancha oldik. Pomidor narxi 1.98 labeli, lekin biz hozir taroziga qo'yib ko'ramiz. Tarozi o'lchanadi, aniqini yozaman keyin. Avokado olamiz. 4.23. Bir dona qizil piyoz olamiz. Buni ham borib tarozida hisoblatib ko'ramiz. 3 dona nok oldim. Buni ham poundda 1.97 ekan. Buni ham tarozida hisoblatamiz. Olma olamiz. 5.33 ekan bir paketchasi.
Banan olamiz, bir 4 dona. Yetadi, chunki Ramazonda buzilib qoladi bu ham. Hozir tarozida hisoblaymiz buni ham. 2 dona limon oldik, 58 sentdan ekan. Bitta tarvuz olib ko'ramiz. Narxi qancha ekan buni? 4.27 ekan. Mandarin olamiz 3.97. Bir xaltachasi. Uzum olamiz 2.28 ekan. Bunchasi. Shirinliklarni ko'ryapsizlarmi? Bular zaharda o'zi-yu. G'irt shakarda o'zida-da. O'shaning uchun meni ko'ryap turgan ayol kishilar bo'lsa, Amerikaga kelmoqchi bo'lgan, maslahatim shirinlik pishirishni yaxshi o'rganib kelsalar, bu yerda qo'lda pishirilgan shirinliklar juda yaxshi olinadi, ham narxi ham qimmat. Mesela internetdan ham ishlasalar ham bo'ladi yoki o'zbekcha do'konlarga yoki o'rischa do'konlarga tarqatsalar ham bo'ladi. Narxi ancha qimmat turadi bunaqa shirinliklardan ko'ra. Hello. It's camera, yes. Thank you. Have a good Thank day. you. Thank you too. Do'stlar, shuncha narsa $90 18 sent bo'ldi nalogi bilan. Ko'p narsa olmadim chunki meni xolodilnigim mayda, uning ustiga Ramazon aynib qoladi. $100 gacha bormadi. Shuncha kerakli narsani oldim, ham baribir $100 yetmadi. $90 bo'ldi. Xudo xolasa Ramazondan keyin to'liqroq video qilishga harakat qilaman. Misol bir haftalikka qancha truck driver qancha rasxod qiladi. To'liqroq video qilib ko'rsataman nasib. Boshqa davlatlarda tezlik qancha traklar uchun? Bizda hozir mana shu yo'l 44-interstate. Tezlik 80 ekan. Hozir men ham 77 tepalikka chiqyapman, 80 ketyapman. Bilingan yo'l juda tekis chunki pullik yo'l bo'lgani uchun yana ham tekis. Ba'zi joylar bor 80 speed limit, lekin bepul bo'lgani uchun yo'llari uncha yaxshi bo'lmaydi. Amerikada ko'p avariyalar bilasizlar qanday ro'y beradi? Mana hozir o'ng tarafdagi men tovuq ketyap turgan trak 65 ketyapti. Oldimdagi bo'lsa 70 dan o'tyapti. Orqadagini qaraylik. Men distansiya ushlagaman, juda yaqin kelyapti-da. Mesela oldinda bir probkam bir nima bo'lib qolsa sirasi juda ham katta avariya bo'ladi-da. Tushunmayman shunaqa driverlarga. Yaqin haliga distansiyani juda yaqin ushlasa tezroq yetib olaman deb o'ylaydim. Nima deb o'ylaydi tushunmaysiz. Mana yo'l ochildi, biz ketamiz. Qaytga shoshadi. Tayyorman to'g'risi. Bugunga ham chiqmadi men. Orqadan yana ketyapti. O'tib ketadi desam, uncha yaqin haydagani hisobiga. Men ham tezligimni oshib ketdim, 80 ga chiqib ketdim. 75 o'zi hozir joyimiz. 4 mayldan keyin West Station kelyapti.
Do'stlar, hozir zapravkaga to'xtadim. Tegiga zapravka qilamiz. Bakimiz ham polni bo'shadi. Hozir necha pul bo'lganini ko'rsataman. Qaranglar necha soat haydaganman. Vaqt ko'ryapsizlarmi? 7 soat 45 minut haydabman. Bitta o'tirishda, bitta audio kitobni qo'yib qo'yib, shu eshitganim ichiga kirib ketdim, to'g'risi. Vaqt qanday o'tganini sezmay qoldim. Oyoqlar uyushib qoldi, to'g'risi. Keyin oxir vaqtim kamayganini sezganimdan keyin to'xtashni boshladim yoki to'xtamasdan hali ham. Dal yurmoqchi edi, to'g'risi. Juda ham qiziq joyga kelgandi. Opta zapravka qilamiz, yo'lga tushamiz. Buzuq ekan bu. Endi qog'oz qo'yish kerak. Bir tomoni buzuq ekan, tomoni tepaga ko'tarilmasa zapravka bo'lmaydi. Shunga hozir bitta perchatkim bor edi, o'shani qo'yib qo'ydim. Mana endi zapravka qilishni boshladi. Faralarni ham bir tozalab olamiz. O'ng tomonda bak to'ldi. Dizel $592 bo'ldi, $182 gallon. Hozir def olamiz. Do'stlar, defda nima deyilishini boshqa tilda bilmadim, inglizchadan boshqa. Bu shu yoqilg'i bilan birga olamiz, dizel bilan birga. Bu qandaydir zararsiz tutun chiqaradi. O'sha zaharli tutunlarni kamaytirishga ham yoki chiqarmaslikka yordam beradi, shunday tushunishim bo'yicha. Kaliforniyaga BDF kirish mumkin emas, Kaliforniya shtatiga. Juda shtat katta. Bunga jiddiy qarashadi. Defti narxi 1 galloni $4.29. 2 marta dizel olganda 1 marta def olsagan bo'ladi. Def kam ketadi. Xarajati kam defda. Hozir bitta ichkariga kirib chiqamiz. Yo'lda davom etamiz. Agar normal ovqat bo'lsa, iftorga olamiz. Iftorga ham oz vaqt qoldi. Trakt stopda normal ovqat bo'lish ehtimoli juda kam, yana bir qarab ko'ramiz. Bu yerda faqat tovuq bilan baliq bor ekan. Boshqa hech narsa yo'q. Tovuq yo baliq olamiz hozir. To'rt dona tovuqni tender deydi, shu go'sht lahm go'shti bo'ladi. Shuni oldim. $10.08 bo'ldi. Hozir borib bironta restoranga to'xtaymiz, o'shda keyin. Ungacha kecham kiradi. Do'stlar, hozir Indiana shtatiga ham kirib keldim. Restoranga to'xtadimmi? Dam olishga 81 mayl qoldi. Ertalab turib haydaymiz nasib bo'lsa. Hozir restoranga kirib chiqamiz ichkariga, keyin dam olamiz. 81 mayl bu hozir 1 soat 20 minutlik yo'limiz qolgan. Bazaqa qilsak
soat 8ga yetkazib olib borsa, yuk olishimiz ham oson bo'ladi ertaga dushanba. Atrofda qaranglar, qanday go'zal. Tarafi o'rmon ekan. Havo salqinroq. Hozir где-то 2 daraja. Hali mencha Indianaga ham kirmaganmiz, bu Illinois yozib qo'ygan ekan. Bu yerda ayollar hojatxonasi, bu yerda erkaklar. Hali Illinoisda ekanmiz. Illinois shtatida ekanmiz. Hali Indianaga kirmabmiz. Demak, adashibmiz. Bu yerda Illinois shtati ham uncha tinch shtat bo'lmagani uchun bu yerga emergency anaqa knopka qo'yib qo'yishgan. Bu yerda ham bitta bor ekan, bu yerda ham. Shuni bosib, politsiya chaqirsangiz bo'ladi, skoriy chaqirsangiz bo'ladi. Endi bu yerda qoravoylar ko'pligi uchun jinoyat ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun xavfsizlikni o'ylab shunaqa narsalar qo'yib qo'yishibdi. O'zi Indiana shu taraflar, Illinois, Chicago taraflar ozgina xavfliroq Amerika bo'yicha. Xavfli tomoni qayerdan bilsa bo'ladi? Trakchilardan boshqa bironta mayda mashina hech kim uxlamayapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsalar, boshqa restoranlarda mayda mashinalardan ham uxlashardi. O'shaning uchun ham mana restoranning ichini ham ko'ryapsizlar, qanaqa yorug' qilib qo'yilgan. Kameralar boshqa bor. O'g'rilik bo'lmasligi uchun ham ehtiyot choralarni qilib qo'yishgan. Yaxshi endi. Allohga tavakkal qilib ham yotamiz. Salomon tong ottirib olaylik. Trakstopda joy yo'q edi. Trakstop kirib ko'rdim. O'zi restoranda majburlikdan kirmasam, boshqa paytda kirmayman. Kechqurun chiqsa. Trakstop joy bo'lmagan uchun shu yerda restoranda dam olamiz. Xayrli kech hammaga bo'lmasa, xayrli tun. Ertaga ko'rishguncha. Biz 189 ga parkingga qo'yamiz. Joyi tor. Ayni urinib ko'ramiz. Turn left on Indiana 57, then take the first right. Turn left, then take the first left. Bismillahirrahmanirrahim. Ozgina oldiroq haydadik. Maksimalni chap tomonga yaqin olib kiramiz. Chunki biz o'ng tomonimiz ko'rinmagani uchun chap tomonga maksimalni yaqin olamiz, ko'ryapsizmi?
Torligini ko'ryapsizlar. Misol odam zo'rg'a sig'adi. Men haroroq bo'lganim uchun. Boshida Amazonga chiqqanimda men birinchi edi, endi 3 yil oldin. Juda qo'yishga qiynaladim. Katta joylarga hech kim yordam bermasdi. Bu yerga odam ham kirib bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar. Hech kim yordam bermasdi. O'sha paytda aytardim, o'sha kutib o'tirganlarga. Qancha vaqtini o'tkazib meni kutib o'tiradi parking qo'yishimda. Undan ko'ra shu yordam berib yordamlashib olsa men tezroq qo'yaman, chiqib ketasan. Yo'q-da, ular dangasalik qilib o'tirardi, keyin kutib o'tirardi. Men ham bemalol biron joyda urib olmay deb bemalol parking qo'yardim. Hozir treylerda polni suratga olib, gruppaga tashlab qo'yamiz. Keyin chiqib ketsak ham bo'ladi. Bu yerda palasi ham qiyshiq tizilgan. Ko'ryapsizlar, men qo'ygan chap tarafim tekis qo'yilgan. Endi hozir u tarafdan aylanib ko'ramiz. Bu tarafni qaranglar, qiyshiq. Oxiri o'zi palasi naqaga kirib ketgan. Bu taraf keng, u taraf tor, oxiri tor bo'lgan. Hozir 9 mayda traktor bor ekan, o'shga borib turamiz, keyingi yukimiz chiqishiga. Hozir endi bu yerda bu shtatda kompaniyaning treyleri yo'q ekan, shunga nota shunaqa yuk qarashadi-da, treyler bilan birga yuklangan yuklarni yoki bo'sh treyler olib, ichiga yuk olib tashlaymiz. Ko'ramiz bu yog'ini. Do'stlar, Trackstopga yetib keldim. Videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yib qo'yinglar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirib, hammasini o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.